hujjatlari yo'q-ku bu mashinani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, hujjatlar hammasi uyda qolib ketibdi. Shoshib chiqqanimda bir safarga qo'yib yubora olasizmi? Iltimos endi aka. Aka, mana shuni ichida ozgina 3-4 so'm pul bor edi-da. Bolalar bilan choy ichib yuboringlar. Iltimos, men shundoq ketib yuboray, iltimos. Mashina qayerdan haydab kelyapti? Qayerdan berdingiz? Haydash Karagata postdan o'tgandan keyin 4-5 qaytadan olgan. Karagatadan keyin. Sizda haydash guvohnomangiz yo'q ekan. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 8-fevral kuni Zafarobod shaharchasida xizmat faoliyatini olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimiga qoidabuzar haydovchi pora taklif qiladi. Aniqlanishicha, haydovchi Gentra rusumli avtomashinani hech qanday hujjatlarsiz boshqargan. Mashinani esa jarima maydonchasiga olib kirmaslik evaziga xodimga 500 ming so'm miqdorida pul bermoqchi bo'lgan. 210-211 bilan kecham tanishdim. Pora bergan ham, pora olgan javobgarlikka tortiladi. To'g'rimi? Ayni paytda ish yuzasidan departamentning Navoiy shahar bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yo'l harakati qoidalariga umuman amal qilmaydigan haydovchilar go'yo suvsiz qolgan baliqdek tipirchilab muammolarini pul bilan hal qilishga urinishadi. Lekin unutmang, pora bergan ham, uni olgan ham birdek javobgarlikka tortiladi.